Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikadagi Los Angeles yashaydigan Erkin Sidiq. Bugun 2 haftada bir qatim qildigan videoni qildigan vaqti bo'lib qoldi. Men hozir safarda edim, uyda emas. Shunga bir qisqacha bir necha qiz qilib sizlarga shuni deb qo'ydim. Bo'lmasa bir qism qarindoshlar saqlab qolmasin mendan. Xudoyim bo'lsa nima qilaman men? Xudoyim bo'lsa shu yashanma kuni qolgan ishlayman. Bugun qisqacha qilib turay. Şu xabarlarda bo'lganda Xitoyniki virus tufaylidan 3 yilda bo'lib qoldi, 4 yilda bo'lib qoldi, bir yerga chiqolmay vatanniki fojiasi har kuni qonga kirib olib odam ro'yxatini bak izlab ketdi. Shunga biroz sirtga chiqib aylanib chiqayli deb bir necha do'stlar sirtga chiqqan. Men hozir sirtda o'zimizning yurtida emas. Nima bu haftadagi cho'ngroq xabar Amerika Uyg'ur birlashmasiniki chaqiriqi bilan bir qism joylarda Amerika shuning ichida Tayland konsulxonasining oldida namoyish qilyotdi degan mening bilishimcha degan qilmoqchi. Bu bir muhim ish. Taylandda bir qism qarindoshlar sunib qoldi. Shularni qutqizish yo'lidagi tirishchanlik mashqini qilayotgan barliq qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Sizlarga deb qo'ydigan yana bir xabar. O'tganda bir nayt muhim turning borligini 2 yillik onunğa $22,000 pul ketadiganligini degandim. Uyg'ur Project fondidan $2,000 chiqarib bergan. Undan bir qarindoshimiz $3,500 bergan. Yaqinda yana bir qarindoshimiz $3,500 berdi. Shunda qilib hozir $9,000 hal bo'ldi bu proyektniki. Yana biroz pul kam buningga. Xudoyim bo'lsa, uni keyinchi asosda hal bo'ladi. Buningdan boshqa menga yaqinda ta'sir qilgan yana bir qancha cho'ng ishlar bor. Bunun birisi to'g'riliq men o'tgan hafta biroz deb berdim sizlarga. Fransiyaniki prezidenti Macronniki Xitoyni ziyorat qilib qaytish yo'lida degan gaplari, Xitoy haqida degan gaplari. Undan boshqa yaqinda Ukrainaniki prezidenti Zelenskiy Jallod Xi Jinping bilan telefonda bir qatim ko'rishdi. Bu ko'rishish nihoyatda uzun bo'ldi, bir necha soat davomlashdi. Buning asosli degani bo'lsa shu Rossiyani qo'limisan degan gapni dedi. Ammo nihoyatda ko'p xushomat gaplari bor. Bu ishlar bizni o'yga solish kerak. Hozir endi shu dunyodagi hamma davlat hokimiyatlarining oldiga kelgan ikki cho'ng tanlash bor. Uning birisi haqqoniyat, adolatlik, yana birisi o'z davlatiniki manfaati. Bizniki hozir qadar ko'rganimiz hammasi degidek o'ziniki davlatiniki manfaatini ko'zlayotdi. Zelenskiy bu qatimki Xi Jinping bilan bo'lgan suhbatida asosan xushomat gaplari intayin ko'p. Xi Jinpingni ko'tarib degandek. Maqsad nima desa, bizga yordam qilmasangmi, Rusga yordam qilma degan ashdaq bir natijani qo'lga keltirish buning maqsadi. Ana shundan ko'rag'li bo'ladi. Har bir millat o'zininki manfaatini oldida birinchi o'rin qo'ydi. Andan keyin adolatlik buningda kerak keladi. Agar adolatlik o'ziniki manfaati bilan bog'langan bo'lsa, uni qiladi, bo'lmasa o'ziniki manfaatini tanlaydi. Buni hammamiz ko'rib turyapmiz. Shunga butun Uyg'ur millati bu vaqtda o'ylanish kerak. Menga ta'sir qilgan yana bir narsa, yaqinda ish bo'ldi. Uning birisi bir o'g'limiz, kichik o'g'limiz Amerikadagi 3 dongli oliy maktabga qabul qilindi. Yale University, MIT, andagi Stanford 3 maktabga tan qabul qilindi. Bu inimiz injiniring o'qimoqchi, o'qib Xudoyim bo'lsa kelgusida NASAga kirishni nishonlab turib tirishmoqchi. Men undan aytib qo'shal, NASAga shu yoshlardan biroz kirvasi bo'ldi deb bak umid qilaman. Hozir shu yo'lda tirishayotganlardan xili bor, mening farzimcha 5 tak bolalar bor. Bo'lsa men bilan aloqalashib turinglar. Mushta bir odam kirvasa pek yaxshi bo'ladi. Men bu yil 65 yoshga kirdim. Yana bir Uyg'ur yoshlardan biroz kirvasa pensiya chiqay deb saqlayapman. Sizlarni saqlayapman men. Bo'lsa mushta qilsanglar. Menga ta'sir qilgan yana bir narsa, bir hojim bilan ko'rishgan necha oyning oldida. Uniki bir qancha bolalari bor ekan. 2 bolasi to'liq o'tirnimi, to'liq bitirmay Ubrayda degan xizmatga kiribdi hozir. Bu bir cho'ng salishtirim bo'ldi mening qalbimda, ko'nglimda. Nimishqa degan chog'da hozir endi millatni buni kelgusida qutqizish asosan o'zimizga kelib qoldi. Ashta bu boshqa
biz qandarak adamni yetishtirishimiz kerak, tarbiyalashimiz kerak degan bek cho'ng masala bor oldimizda. Amerikada nayti cho'ng ko'p yaxshi ishlar bo'lyotdi. Bizniki ikki tuqqunimiz California University Berkeley sho'basiga kirdi. California University Los Angeles sho'basida o'qiyotgan uyg'urlarning bir qanchasi bor. Hozir dunyodagi eng oldida turadigan 20 mamlakatning ichida o'qiyotgan uyg'urlardan mening farzimcha 10 dan ko'proq bolalar bor hozir. Bu bir cho'ng yuksalish. Yana birisi albatta men degandek ahvolni ko'ryapman. To'liq o'tirdim, to'liq bitilmay u bir oyda jon boqadigan yo'lga ketib qolgan bolalar endi. Endi bular hozirgi janna baqa cho'ng bo'lgan chaqda uyini baqa olamdi. Millat uchun eg'izish mumkinmi degan savollar bor. Shunga bu barliq ota-onalarning oldiga qo'yilgan intayin cho'ng masala bolani qanday qilib tarbiyalash. Mening burundan tortib kelayotgan ikki narsam bor. Birisi har bir uyg'ur o'ziniki bolalarini eng yuksak darajada yaxshi o'qitish kerak. Bu birinchi narsa. Ikkinchisi ularda cho'qim uyg'ur qimmat qarshi milliy ongni yetildirish kerak. Mana shu ikki narsa tang mangsa kelgusida bular millat uchun cho'ng to'plarni qo'shadigan odamlardan bo'lib chiqa oladi. Bo'lmasa bizning ahvolimiz hozir biroz nachar endi. Shunga mushtahatamiz ko'p o'rtaq tirishsak. Bularda men buguncha mushtakday qog'inni Xudoyim bo'lsa yashanma kuni davomini qilishim mumkin. Agar qilmay qolib qolsam ikki haftadan keyin ko'rishaylik. Ma'qulamsa, bularda kelar qatim ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.